sistolik va diastolik qon bosimlarini qanday hosil bo'lishi haqida gaplashib chiqamiz. Demak, sistolik qon bosimi 120, diastolik 80 ga teng normal holatda. Demak, birinchi navbatda 120 ni qanday hosil bo'lishi haqida. Demak, biz buni yurak qon tomir sistemasini ma'lum diagrammasi deb oladigan bo'lsak, chap bo'lmacha chap qorincha, aorta qon tomiri va yirik arteriyalar ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mitral klapan yopiladi. Aortal klapan ochilgan vaqtda yurak chap qorinchasi qonni otib beradi va mana shu joyda aorta qon tomiriga qon chiqadi va mana shu joyda qon hajmi va kuchini qon tomir devorlariga bergan ta'siri demak sistolik qon bosimi deb ataladi. Biz ana shu tonometrda qo'ygan vaqtimizda biz mana shu joyda yig'ilgan qon hajmi va kuchini o'lchagan bo'lamiz. Birinchi navbatda bu sistolik qon bosimi 120 ga teng. Bu nimalarga bog'liq? Bu sistolik qon bosimi birinchi o'rinda yurak qon otib berish kuchiga bog'liq. Stroke volume, demak yurak hajm otib berishiga bog'liq. Qancha hajm otib berishiga. Bu demak qisqaruvchanlik qancha yuqori bo'lib, stroke volume shuncha yuqori bo'lsa, sistolik qon bosimi ham shunchalik baland bo'ladi. Ikkinchisi compliance deydi. Ya'ni yirik qon tomirlarda, aorta va yirik arteriyalarda qisqaruvchanlik va bo'shashuvchanlik xususiyatiga bog'liq. Ya'ni qariyalarda, keksa insonlarda mana shu qon tomirlarda elastiklik xususiyati tushib ketib qoladi, kamayib ketadi va natijada qon tomirlar rigidligi ortib, qattiqlashgan holatda, demak ularda qon bosimi yuqori holatda bo'lishi mumkin. Endi keyingisi diastolik qon bosimi. Diastolik qon bosimi bu mitral klapan ochilgan vaqtda qon qorinchaga to'lishni boshlaydi va aorta qon tomiri o'sha vaqtda yopiladi. Endi aorta qon tomiri yopilgandan keyin mana shu kengaygan, cho'zilgan qon tomir, aorta qon tomiri qaytib yana joyiga qaytish kerak. Mana shu qaytib joyiga qaytgan vaqtda, qisqargan vaqtdagi mana shu qon tomirlaridagi hajm va qon kuchini qon tomirlarga bergan kuchi mana shu diastolik qon bosimi deb ataladi. Endi diastolik qon bosimi nimaga bog'liq? Diastolik qon bosimi bu qon tomirlarida, mayda qon tomirlarida umumiy qarshiligiga bog'liq. Ya'ni mayda kapillyar qon tomirlarda yoki arteriolalarda qancha spazm kuchli holatda bo'ladigan bo'lsa, shuncha diastolik qon bosimi baland chiqadi. Aksincha, qancha keng va qarshilik kam bo'ladigan bo'lsa, bunda diastolik qon bosimi shuncha past chiqadi. Ya'ni mana shu qon tomirlarda o'tkazuvchanligiga bog'liq holatda bo'ladi. Ya'ni keng bo'lgan holatda qon bemalol bu tomonga qarab oqadi, periferiyaga qarab. Aksincha, spazm holatda bo'lgan vaqtda qon bu yerda qolib ketib qolishi hisobiga, qon hajmi qolishi hisobiga bu joyda diastolik bosimi birmuncha baland chiqishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni formulasi bor. Pascal kuch teng bosim teng kuch taqsim yuzaga degan formuladan foydalangan holatda hisoblashimiz mumkin bo'ladi.